yig'lamayman, chunki men haqiqiy egasiga topshirib oldim. Urushga jo'natayotganim yo'q. Yo'q, men operatsiyalarga jo'natayotganim yo'q. Men haqiqiy xonadoniga jo'natyapman. Shuning uchun yig'lamayman. Qalbim yig'laydi, lekin yig'layman. Ona qizim baxtli bo'lgan. Oq-yo'q oq taraf haloldan yedirib, pishirib, Allohning tanitib seni katta qilib tarbiyaladik. Allohning o'zi qo'llasin. Borgan joyingga qo'yib qo'yarsin. Qo'sha farzand. Bu xonadon hamisha bilgan, seni mehmon sifatida kutadi. Sen bizani qalbimizdasan. Har doim. Allohning o'zi qo'llasin. Ona qizim, doim Alloh nimaiki o'ylagan niyatlaring bo'lsa, o'zi yetsin. Bugundan boshlab kuyovim emas, farzandim qatorida o'zimni baxtli bo'laman. Yaxshi farzandlarga bersin. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, otaning gaplariga diqqat bilan quloq solinglar va fikr bildiringlar. Otaning gaplarida ancha jon bor. O'zi yemay, ichmay, ichirib, kiydirib farzand katta qiladi-yu, lekin egasi chiqsa beraveradi. Biroda xasmida iloji yo'q. Lekin nima bo'lsa ham akamiz o'zini ushashda, o'zini tutishda bildi. Akamizga respekt. Bu videoga bitta like bosib, kommentda izohlarda qoldirib, shunaqangi mehribon otalarga bu videoda yuborib qo'yamiz.